uchrashuv rejalashtirilgan. Taklif qilingan qatnashyapti. Bizning kreditlarga turlari bor. Hammasi bo'yicha biz ko'pchilik tushunchaga olganmiz. En az bugungi kunda bizda o'zimizlar bilan kreditlar bo'yicha ajratilgan kreditlar mahsulotlari bor. Madadkor yo'nalishi bo'yicha biznesga munosabatlar, lider tadbirkor, 312 sonli qaror, 52 sonli qaror, mikroservis zonasini tashkil qiluvchi kredit yo'nalishlari mavjud bo'lganda. Bular bo'yicha hammasini foizlari, yili muddati, ta'minot turlari, qanday yo'nalishlar belgilari bo'yicha qisqacha tushuntirib beraman. Madadkor krediti bo'yicha tadbirkor faoliyatini kengaytirish, aylanma ma'lumot to'ldirish va asosiy vositani sotib olish beriladi. Yaratilgan ish o'rinlari soni 2 tadan 5 tagacha bo'lsa 500 million so'm, 6 dan 10 bo'lsa 1 milliard, 10 dan ortiq bo'lsa 2 milliard kredit berish mumkin. Buni ish o'rni yaratgan sondan kelib chiqib, foiz tartibi belgilangan. Masalan, 2 dan 5 gacha bo'lsa 25%, 6 dan 10 gacha bo'lsa 24, 10 dan 10 ortiq bo'lgan bo'lsa 20. Значит, ish o'rni ko'p ozodliklar bo'lmasa, stavka pasayadigan gapda. Shunday. Bank o'z mablag' hisobidan beramiz. Likvidni mol-mulk, kapital va bizda qonunchilikda belgilangan boshqa ta'minotlarni olamiz. Asosiysi yangi ish o'rni yaratgan tadbirkorlar hisoblanadi.